أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. Siz bizlarga Ramazon oyida roza tutishlikni farz qilgan Robbimiz Alloh azza va jallaga beadad hamd sanolarimiz bo'lsin. Va siz bizlarga mana shu Ramazon oyida tunlarni, kechalarni bedor o'tkazishlikni sunnat qilgan Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga durud tahiyot, salovat va salomlarimiz bo'lsin. Bugun Sayyidul ayyom hajjul masakin, yelkamdagi farzni bajaraman deb qadam bosib kelib turgan barcha birodarlarimiz, har birlarimizni bosib kelgan qadamlarimizga Alloh subhanahu va taolo qiyrat ajr savoblarni, ajr mukofotlarini yog'dirsin hamda ushbu kunlik juma va o'tgangi juma orasidagi bilib bilmay qilgan sahu xatolarimizni o'zi mag'firat aylagan bo'lsin. Azizlar, O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazi juma mav'izasining mavzusi bugungi kunda zakot buyuk ibodatdir. Bugun 29-mart 2024-yil Ramazon oyining 19-kuni, hijriy qamariy sanamiz bo'yicha esa 1445-yil. Mana degungacha Ramazonni kutayotgan edik. Yaqinda 3 oy qoldi, 2 oy qoldi, 1 oy qoldi, 15 kun qoldi deb Ramazonni kutib turgan edik. Ramazonni mana 19-kunida turibmiz hozir. Bir pasda tez o'tib ketdi. Endi buni asnosida tutgan ham o'tyapti, tutmagan ham o'tyapti. Tutgan savobga ega bo'lyapti, tutmagan qiyomatda juda katta baxtsizlikka erishyapti. Alloh subhanahu va taolo insonni ikki dunyoda saodatga erishishligi uchun muhim ko'rsatmalar bergan. Ya'ni bu ko'rsatmalar qanday desa, bunyal islamu ala khamsin, ya'ni 5 ta ustunga barpo qilingan. Bunyal islom. Ya'ni bu nima desa, birinchisi iymon, keyingisi namoz, keyingisi roza, keyingisi zakot, ana undan keyingisi haj. Yelkamizdagi farzimiz hisoblanadi. Ana shulardan bittasi bu zakot. Ana shu zakot haqida suhbat olib boramiz inshaalloh. Zakot so'zi lug'atda poklanish, o'sish, rivojlanish, ortish degan ma'nolarni bildiradi. Shar'iy istilohda esa muayyan bir tayin qilingan mablag'dan muayyan tayin qilingan insonlarga olib borib berishlik, topshirishlik. Mana bu zakot deyiladi. Zakotni ado etishlik Alloh taoloning buyuk amrlaridan hisoblanar ekan. Buni qilgan kishi yelkasidagi farzni bajargan bo'ladi. Ana endi buni qilmagan kishi bo'lsa, moli nisobga yetgan bo'lsa-yu, yillar davomida qilmay yurgan bo'lsa, ana u bo'ynida turgan qarzi hisoblanadi. Bu degani, sizni molingiz zakotga 10 yil oldin yetgan bo'lsa, 10 yil oldin yetgan bo'lsa-yu, siz 1 yil bilgan bo'lsangiz, o'sha zakot berishlik degan narsani 10 yilliknikini to'lashligingiz kerak bo'ladi. Qazo bu. Uni agar biz bajarmaydigan bo'lsak, gunohkor bo'lamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimni Nur surasida shunday marhamat qiladiki: "Astag'izu billah va aqimus solata va atuz zakata va ati'ur rasula la'allakum turhamun." Sadaqallohul azim. Alloh taolo shunday marhamat qiladiki, namozni to'kis ado etinglar, namozni qoldirmanglar, vaqtida o'qinglar, vaqtida ado qilib yuringlar. Zakotni beringlar va Rasulga itoat qilinglar. Shoyatki rahim qilinsalaringiz. Demak, inson tug'ilibdiki, aytadi-ku, inson tug'ilibdiki baxtsizlikda deydi. Demak, siz bizlar mana shu amallarni bajarib yursak, shoyatki deyilyapti. Oyatda Alloh taolo aytayapti, shoyatki. Bu aniq shunaqa rahim qilinasizlar demayapti, balki shoyatki rahim qilinsalaringiz. Chunki biz insonmiz, ojizmiz, gunohkormiz, notavonmizda gunohlarga qorishib yotibmiz. Shuning uchun Alloh taolo aytayapti, shoyatki rahim qilinsalaringiz. Sizni bizni amalimiz yetmaydi-da jannatga kirishga. Allohning rahmati bilan jannatga kiramiz. Qur'oni Karimni 27 ta o'rinda
mana shu zakot namoz bilan birgalikda keltiriladi. Bu degani namoz qanchalik farz bo'lsa, namozga qanchalik hushyor bo'lishligimiz kerak bo'lsa, zakotga ham mana shunday hushyor bo'lishligimiz kerak bo'ladi azizlar. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar: "Iza addayta zakata faqad qadayta ma alayka." Molingning zakotini ado qilgan bo'lsang, batahqiq zimmangdagi burchingni bajaribsan dedilar. Demak, yelkamizdagi burchlarimizni bilamiz. Ahli ayol nafaqasi oldidagi burchimizni bilamiz. Ota-onaga yaxshilik qilishlik burchlarimizni bilamiz. Demak, endi bu zakotni berishlik burchimizni ham mana bajarsak, zimmamizdagi bir burchni ado qilgan bo'lar ekanmiz. Imom Abu Xolid G'azzoliy rahimahulloh aytadi: Alloh taolo bandalariga jon va mol ne'matini bergan. Badaniy ibodatlar jon ne'matining shukri hisoblanadi. Moliyaviy ibodatlar esa mol ne'matining shukri hisoblanadi. Bu degani nima degani desa, mana ozgina fikr yuritadigan bo'lsak, Alloh taoloning bergan ne'matlarini yeyapmiz, rizqlanyapmiz, ovqatlanyapmiz, ko'nglimiz tusagan narsani yeyapmiz. Ana endi shu sizu bizlarga ne'mat qilib berilgan narsani quvvatini yolg'iz Robbimizni roziligi uchun sarflashligimiz badan ne'matini shukri hisoblanadi. Badan ne'matini kufri nima desa, endi bu badan ne'matini kufri o'ziga itoatsizlik qilishlik yoki bo'lmasa badanni rioyasini qilmaslik. Ya'ni bunda aytishimiz mumkin, ichib yuradigan insonlar bor. Ichib shu darajada boradiki, hattoki jigarini qusib yuboradigan darajagacha boradi. Shunaqa insonlar bor. Eshitganmiz shunaqalarni. Yoki bo'lmasa chekib yuradiganlar, o'pkani qadriga yetmayapti. Og'riq sezmaydi-da o'pka. Vaholanki qancha zararli tutunni ichkariga beryapti. Yoki bo'lmasa mana Ramazonda bunday eshitib qolamiz, Ramazonda umuman och qolganim yo'q, umuman qiynalganim yo'q, faqat deydi, mana xumor qiynayapti deb qo'yadi. Chekadiganlar xumor qiynayapti xolos, boshqa hech narsa qiynagani yo'q deydi. Qiynaydi-da kallani tamom qilib bo'lgandan keyin. U badanda shukrini o'rniga kufrda shu. Alloh taolo miya sxemaga qancha narsalarni joylab qo'ygan. Qancha asab tolalari uzilyapti buni orqasidan. Chekishda orqasidan. Ana albatta u kalla ishlamaydi-da keyin bu bermagandan keyin. Bu ham mana shu badaniy ibodatlarning shukri o'rniga kufr hisoblanadi. Shukri nima bo'ladi desa, mana shu jamoatlarda hozir bo'lishlik, tarovih namozlarini o'qishlik, qiyomul laylda turishlik, ro'zalarda qoyim bo'lib tutishlik, bu badaniy ibodatlarning shukri hisoblanadi. Endi moliyaviy ibodatlarniki mana zakot bilan ado qilinadi. Tajvidda ba'zi misol uchun salafi solihlarning hayotini o'rganadigan bo'lsak, ulug'larning hayotini kitoblarni varaqlab o'rganadigan bo'lsak, biz qanchalik orqada qolayotganimizni his qilamiz, orqada qolayotganimizni bilamiz. Xuddi misol uchun maktab forma deydi. Maktab formada oq ko'ylak, kostyum shimda borsa, hamma bolalar. Bittasi umuman boshqa kiyim kiyib olsa, misol uchun aytaylik, qizil kepka, qizil futbolka, qip-qizil ishtonni kiyib borib olsa, qanday ko'zga tashlanadi? Demak, biz bir xil formada yuraverganimiz uchun o'rganib qolganmiz. Nimaga hamma odam bir xil, shunday bir xil ekan, shu ekanda hayotni o'rganib qolganmiz. Vaholanki biz agar salaf solihlarda o'tmishdagi sahobalarning tarixlarini o'rganadigan bo'lsak, biz naqadar orqada qolayotganimizni his qilamiz. Ba'zida eshitib qolamizda, shu ro'zaga kirishgan, ro'zani farzligi uchun emas, balki endi ro'za kelib qoldi, bir jismonan bag'vat bo'lib olamiz, sog'lom bo'lib olamiz, bir kasallik, qusurlardan qutulib olamiz deydi. Vaholanki Alloh farz qilgan, o'shaning uchun tutyapman desa, o'sha badani ham sog'ayadi, yana savob, ajr, mukofot oladi. Yoki bo'lmasa endi ro'zachilik ozgina ro'zani ro'kach qilishlik, ro'zani bahona qilishlikda bunda ro'zani savobi kamayib ketadi. Shuning uchun Robbim menga buni farz qilgan deb ixlos niyatni to'g'rilab olib ro'za tutishligimiz kerak bo'ladi. Endi hali ro'za tutsa ochlikdan mana kallalarimiz garang deb ham qo'yadi yana. Yo'q, bu misol uchun aytaylik, shunday bo'ladi-da, yil 12 oy yeb yuraverganimizdan keyin qorinda hali kibarul batn deydi. Rasululloh qaytarganlar kibarul batndan. Sahobalar yayrab olishganda, Ramazon kelgan paytda zavq, shavqqa to'lib ketishgan. 6 oylab kutishgan. Tutib bo'lgandan keyin 6 oy yana ibodatimda tutgan ro'zamni qabul qilgin deb yalanib yolvorgan Alloh taologa.
Endi hozirgi kunda ro'za keladigan bo'lsa, jirkanadiganlar bor. Ro'za kelyapti deb haligi g'ijinib turadigan insonlar bor. Alloh saqlasin. Iymonda eng zaifligidan mana shu. Sahobalar mana sizni bizlarga o'xshab och qolib, ochlikdan garangsilib qolmagan, balki yana ham quvvatga to'lib ketgan, yana ham zehnlari ochilib ketgan. Ochlik zehn baxsh qilgan. Nimaga? Ular chunki yil 12 oy yeb ichib yurmasa-da, bir kun ro'zador, bir kun och, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashib yurganlar. Shuning uchun ularning badanlari qiynalmagan. Ular siz bizlarga o'xshab o'sha tana a'zolarini ichishlik bilan, chekishlik bilan yoki shunga o'xshash noma'qul ishlarni qilishlik bilan qaritmagan, jismini zaiflashtirmaganda, shuning uchun ular Ramazonda mazza qilishgan. Hozir misol uchun tasavvur qiling, iftor payti Alloh taoloning ne'matlari berilyapti. Ne'matlarga qarab turib shukr qilyapmiz. Shu yerda ham tabaqa bo'lib qolyapti. Iftorlikni qilasiz, qilganingizdan keyin mana og'izni ochgandan keyin namoz o'qiysiz. Namoz o'qiganda o'sha boshlanyapti ikkiga ajralish. Namoz o'qimaydiganlar bor. Ro'za tutsa-yu namoz o'qimasa. Nima degani bu? Ro'za tutadi-yu namoz o'qimaydi. Bitta farzni bajaryapti, 5 ta farzni tark etyapti bir kunda. Albatta bu bilan ro'zasi qabul bo'lmaydi demaymiz. Lekin o'shanga yarasha ajr savobni oladi, lekin namozni ham o'qish kerak. Ana endi xo'p, namozni ham o'qib oldingiz, xonaga uyga qaytib kirganingizdan keyin, dasturxonga o'tirganingizdan keyin yana yarmi yo'q. Qayerda desa, o'choq tarafda yo o'sha tarafga o'tib ketgan chekishlik uchun. Yo o'sha xumorini bostirib olish uchun. Yo'q bo'lib qolgan yarim. Necha biga bo'linib ketyapmiz biz musulmon ummat. Ana bizni o'tmish ummatlar bilan hozirdagi ummatni farqini farqlab olaveraylik. O sahobalar uni qilib qochib ketishmagan. Xo'p, moliyaviy ibodatlarni bajarar ekanmiz, zakot beradigan bo'lsangiz, ana qiyomatda Alloh taoloning ulkan ajr mukofoti bor. Bu mukofotni men bilmayman, boshqa domla ham bilmaydi. Alloh taolo o'zi va'da qilgan mukofot bor. Hadid surasida shunday marhamat qiladi. Astag'idu billah. Allazina amanu minkum va anfaqu lahum ajrun kabir. Sadaqallohul azim. Ba'zi sizlardan iymon keltirganlar va infoq qilganlarga, zakotini berganlarga, infoq ihson qilganlarga katta ajr bordir. Bu ajrni biz bilmaymiz. Mana misol uchun aytaylik. Prezident sovg'asi deydi, ha? Prezident sovg'asi deganda bitta ruchkani tushunishingiz mumkinmi? Yo aytaylik, mana bitta ruchkani tushunish mumkinmi? To'g'ri kelmaydi, ha? Misol uchun. Prezident bo'lgandan keyin o'sha o'ziga munosib sovg'a beradi. Mana kecha kungi Namanganda iftorlikda bo'lganlarida haligi 108 yoshli otaxonga ham sovg'a berdilar. Traversmida shunaqa mashinani berdi. Endi prezident sovg'asi shunchalik katta bo'lsa, aytaylik, Allohning sovg'asi qanday bo'ladi endi qiyomatda? Tasavvur qilavering. Butun olamning Robbisi bo'lgan zot, butun mol, malikil mulk qo'lida bo'lgan zot, uni sovg'asi qanday bo'ladi? Endi tasavvur qila olmaymiz biz uni sovg'asini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qay bir kishi halol pokdan sadaqa qilsa, Alloh halol pokdan boshqasini qabul ham qilmaydi." Bu degani, u vino o'tkani ochib qo'yib, zakotini beryapman men degan bilan uni zakotini qabul qilmaydi Alloh taolo. Albatta Alloh sadaqani o'ng qo'li bilan qabul qiladi. Bu agar u bir dona xurmo bo'lsa ham Rahmonning kaftida o'sadi, hattoki tog'dan ham katta bo'lib ketadi. Xuddi biringiz toychog'i yoki bo'talog'ini tarbiya qilgandek. Hali qimmat otlar bo'ladi-yu, 50 ming, 60 ming, 100 ming dollarlik otlar bo'ladi. Tarbiya qiladi yoshligidan. Ko'p marralarni egallab beradi. Endi Alloh taologa ham biz ihson qilib qo'yadigan bo'lsak, qiyomatda tog'day bo'lib ajr savob bo'lib turar ekan. Garchi bitta xurmo ihson qilib qo'ysak ham, o'sha kaftda o'sar ekan o'sha tog'day bo'lib. Endi hayoti dunyoda biram-biram yomon ishlarni qilganmizki, gunohlarimiz borki, Alloh ularni kechirsin. Endi Alloh kechirarmikan, men shunday bo'larim bo'lgan deb tashab qo'ymaslik kerak. La taqnatu min rahmatillah deydi. Alloh taoloning rahmatidan hech qachon noumid bo'lmang. Ey gunohga qorishib ketgan bandalarim deydi. Demak, biz harakat qilishligimiz kerak. Endi yaxshilanishga harakat qilishligimiz kerak. Infoq ihson qilishga harakat qilishligimiz kerak. Garchi qo'limiz yupqa bo'lsa ham qo'limizdan kelganicha. Zakotga qodir bo'lishga harakat qilishligimiz kerak.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Kim bir mo'mindan bu dunyoning tashvishlaridan birini aritsa, Alloh taolo undan qiyomat kunidagi tashvishlaridan birini aritadi. Qarang, bu dunyoda kim ozgina bir insonga ana kiyimimni uzatib yuboring degan bo'lsa, bunday olib, bunday uzatib qo'ygan bo'lsak, qiyomatda bitta tashvishimizni aritar ekan. Yoki bir mushkula tushib turgan inson bo'lsa, bir qarz so'ragan bo'lsa, 10 ming qarz so'ragan bo'lsa, 10 ming so'm bu, dollar emas. O'shani bering. O'shanga yarasha qiyomatda bitta bir qiyinchilikda aritar ekan Alloh taolo. Kim bir kambag'alning ishini yengillatsa, Alloh uning bu dunyo va oxirat ishlarini yengillatadi. Kim bir musulmonning aybini berkitsa, Alloh uning aybini bu dunyo va u dunyo ayblarini berkitadi. Modomiki banda birodarining yordamida turar ekan, Alloh taolo ham o'sha bandani yordamida turadi. Biz kimga har doim xotamtoy bo'lib yuradigan bo'lsak, nimaga? O'sha Alloh orqamizda turar ekanda bizga ham yordam berib. Oyat karimada Alloh taolo aytadi, A'rof surasining 156-oyatida, Estaizu billah, "Va rahmati wasi'at kulla shay, fasaktubuha lillazina yattaquna az-zakata wallazina hum biayatina yu'minun." Sadaqallohul azim. Rahmatim hamma narsadan kengdir. Rahmatim hamma narsadan kengdir. Keng narsa nima bor bu dunyoda? Yer bilan osmon, yer bilan quyosh, yer bilan yulduzlar orasidagi kenglik qancha, misol uchun aytaylik. Allohning rahmati mana shu narsalardan ham keng ekan. Uni taqvoda bo'luvchilar, zakot beruvchilar va oyatlarimizga iymon keltiruvchilarga yozajakmiz, dedi Alloh taolo. Demak, Allohning rahmatidan umid qiladigan bo'lsak, zakotimizni beraylik, taqvoda yuraylik va Alloh taoloning oyatlariga shak shubhasiz iymonda bo'laylik. Zakot molni poklaydi, tozalaydi. Xuddiki o'zingiz bilmay qolgan holatda yolg'on yaxshi bo'lib qolsa, mabodo mana shunday narsa aralashib qolsa, zakot shuni poklaydi, molingizni poklaydi mana shunday qilib. Shuning uchun o'zi asli rostini aytish kerak. Savdogarlardan mana bu narsangiz yangimi desa, ha, yangi deb qo'yadi, eski bo'lsa ham. Eski edi deb qo'ying, olmay chiqib ketsa savobga ega bo'lasiz. Olib chiqib ketsa yana savob. Alloh taolo Tavba surasining 103-oyatida aytadi. Astagfiru billah, "Xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim." Sadaqallohul azim. Ya'ni mol mulklaridan ularni u sababli poklashingiz va tozalashingiz uchun sadaqa oling. Qarang, mol mulk demak, Robbimiz aytayapti buni. Mol mulkimizda shubha bo'lib qolar ekan, albatta. Endi shuni poklashlik uchun, uni tozalashlik uchun sadaqa berishimiz kerak ekan. Zakot berishligimiz kerak ekan. Bu ihson, sadaqat berishlik bilan bizni nazdimizda, mana sefimizdan, kassamizdan pul kamayganga o'xshashi mumkin. Berganimizda kamayganga o'xshashi mumkin, endi bunday ko'z bilan ko'rganda. Lekin aslida bu molni, zakotni, sadaqani berishlik bilan hech qachon mol kamaymaydi. Hech qachon. Mol mulkingiz kamayib qolmaydi. Balki o'rnini tezda to'ldirib qo'yadi. Bo'lib ham biriga bir emas, biriga 10 dan tortib 700 barobargacha to'ldirib qo'yadi. Tasavvur qiling, bunaqa tijorat bormi? Narsa olib kelsangiz 100 minglik narsani 120 sotishingiz mumkindir, 20%, 50% daromad ko'rishingiz mumkindir. Ha, bu 700 barobar daromadni o'ylab ko'ring, necha foizga to'g'ri kelib ketadi bu birda. Alloh taolo mana shunday, agar biz beradigan bo'lsak, o'zi Alloh bilan musobaqa o'ynash kerak-da, ihson berishlikda. Siz berasiz, Alloh beraveradi. Berasiz, beraveradi. Berasiz, beraveradi. Tugamaydi. Bu haqida Sa'ba surasining 39-oyatida Alloh taolo marhamat qiladi. "Va ma anfaqtum min shay fahuwa yukhlifuhu va huwa khayrur roziqin." Sadaqallohul azim. Biror narsani muhtojlarga xolis ihson qilsangiz, bas Alloh uning o'rnini to'ldirur. Shubhamiz bo'lsa, oyatga kofir bo'lamiz o'rnida. Hozir bersak, Alloh taolo o'rnini to'ldirib qo'yar ekan. Alloh aytayapti.
ey bandam, sen bergin, men o'rnini to'ldirib qo'yaman deyapti. Va huwa khayrur roziqin, u rizqlantiruvchilarning eng yaxshisidir. Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Vaylul lil aghniyai minal fuqaroi yawmal qiyamati." Ya'ni qiyomat kunida yo'qsillar sababli boylarning holiga voy bo'ladi. Ya'ni kambag'allarda tufayli boylarning holiga voy bo'ladi qiyomat kunida. Kambag'allar shunday deydi qiyomatda: Parvardigoro, zakotni bermaganlarga tegishli-da bu. Zakotga qodir bo'lib turib bermaganlarga tegishli. Boy kishilar sen bizga ajratib bergan haqlarimizni bermasdan bizga zulm qildilar. Bizning molimizda agar zakotga yetgan, nisobga yetgan bo'lsa, yetim, faqir, miskin, bechora mana shularning haqqi bor. Agar biz ularni bermasdan ularga zulm qiladigan bo'lsak, Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Alloh taolo aytadi: "Izzati va jalali", izzatim haqqi, jalolim haqqi qasam ichib aytamanki, sizni o'zimga yaqinlashtiraman. Kambag'al nido qilganligi uchun kambag'alni aytar ekan, u yaqinlashtirib olar ekan Alloh o'ziga. Va ularni esa uzoqlashtiraman. O'sha bermagan, zulm qilgan boylarni o'zimdan uzoqlashtirib yuboraman deyapti Alloh taolo. Zakotdan haligi berganda bunday qisib qolishlik yo chiqib ketayotsa nima deydi? Pul jigardan bo'lgan deb qo'yadi-yu, berayotganda qiynalib beradi. Shu qiynalmay berishlik kerak. Mol ziyoda bo'lar ekan. Ma naqasa malun min sadaqatin qattu. Mol-mulk sadaqa qilish bilan zinhor kamaymaydi. Imom Termiziydan rivoyat qilinyapti bu hadis. Oysha roziyallohu anha dan rivoyat qilinadi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar: "Ma khalaqatiz zakatu malan qattu illa ahlakathu." Qachon bir molga faqirlarning haqqi bo'lmish zakot aralashsa, ya'ni bu degani sizni molingiz zakotga, nisobga yetgan bo'lsa, siz uni bermasangiz albatta molning barakasini ketkazadi. Ketadi. Zakotni bermangda, zakot bermaganlar ko'pini eshitganmiz. Misol moli o'lib qoladi, mashinasi buzilaveradi, bir oilasida talofat yetadi yoki uyi yonadi yoki bo'lmasa shunga o'xshash. Bir tovari muzlab qolib ketadi yoki tovari aynib achib boshqa narsa bo'lib qoladi yoki o'sha ekkan bog'dorchilik qilsa ko'karmaydi. Parnik qilib, o'rab, bir harakat qilib pomidor bodring yetishtiraman desa, ko'ngildagidek bo'lmaydi. Bir sabablar borda yoki bir kasallik yetib qoladi, sarf qiladi keyin. O'shaning uchun shu narsalarni oldini olishlik uchun biz bugundan o'ylashimiz kerak-da. Keyin yuramiz keyin. Qayerdan keldi bu balo? Men nima qildim deb yuramiz keyin. Aslida xatoni boshida qilib olganmiz, e'tibor qilmaganmiz. Shuning uchun kim molini zakotiga haslik qiladigan bo'lsa, bu albatta talofat yetadi. Albatta yetar, bu haq bu so'z. Xabarimiz bor. Bu yilgi o'tgan jumada aytdik, O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazi bu yilgi Ramazon oyi uchun tillo qiymati nisobini chiqardi. Zakotning nisobini chiqarilgan. Bu degani 40 million so'm оборотidami, cho'ntagidami, ana shunday puli bor inson o'sha 40 dan 2,5%. Bu degani 40 dan 1, 40 milliondan 1 million zakot chiqaradi endi. Bundan mustasno bo'ladi. Ehtiyojiga kerakli bo'lgan narsalar, zaruratida bo'lib turgan, uyidan zakot bermaydi, minib turgan mashinasidan zakot bermaydi, ichib turgan sigiridan zakot bermaydi. O'zini ehtiyoji uchun qilingan narsalardan zakot bermaydi. Misol uchun bunga aytaylik, dala hovlilar ham kiraveradi. Kimdirlar dacha qurib qo'yadi, misol uchun borib dam olib turaman, ehtiyoji uchun. O'shalardan ham zakot chiqarmaydi. Endi zakot beriladigan mol-mulklar nima desa, oltin. Ayollarimizda oltin, kumush, shunga o'xshash narsalarni, tilla, buyumlarni olib berib qo'ygan bo'lsak, ana o'shalardan ham zakot berilinadi. Yaylovda boqilayotgan chorva mollaridan, ishlab chiqarilayotgan barcha turdagi mahsulotlardan, ishlab chiqaruvchisiz mahsulotingizdan zakot berasiz, nisobga yetgan bo'lsa. Naqd puldan zakot beriladi. Dollar bosib qo'yganlar ham zakot beradi. Sotish niyatida xarid qilgan
Har qanday mol-mulkdan zakot beriladi. Shuningdek, do'kondagi sotiladigan atir, upa, kiyim-kechak, qurilish mollari, kimdirlar ho'stovar savdogari, kimdirlar oziq-ovqat, kimdirlar kiyim-kechak, kimdirlar zapchast do'kon, misol uchun. Hammasi sotayotgan mahsulotini hisoblab chiqadi. Nisobdan o'tgan bo'lsa, 40 milliondan oshiq bo'lsa, 40 million bo'lsa ham o'shandan zakot chiqaradi. Buni 200 million bo'lsa, o'shanga yarasha zakot chiqaradi. Zaruriy ehtiyojlarga kiradigan mol-mulklar, mana yashab turgan uy-joylari, iste'moldagi kiyimlari, minib turgan ulov, oziq-ovqat, kasb-hunar asboblari, agar sotish niyati, misol uchun bir texnikalar bor, ishlab chiqarishga olgansiz uni. 50 ming dollar, 100 ming dollarlik texnikalar olgansiz, ishlayapti, undan zakot chiqarmaysiz. Qarzi bor odam zakot bermaydi. Xullas 10 ming dollar kimdandir qarz olgansiz, 10 ming dollarni oborotga tiqqansiz. Undan zakot bermaysiz, chunki qarzingiz bor. Agar qarzingizni qoplaydigan darajada bo'lib, keyin nisobga yetgan bo'lsa, mana zakot bersangiz bo'laveradi. Ozgina tilla, ozgina kumushi, ozgina puli bo'lsa, ularni hammasini qo'shib hisoblab ko'radi. Hisoblab ko'rganda zakotga yetgan bo'lsa, ana undan ham zakot beradi. Mana misol uchun kimdirlar fura olib qo'yadi, kimdirlar Isuzu shunga o'xshash narsalarni olib ijaraga tashab qo'yadi. Emas, ijaraga tashagan narsasidan emas, balki topgan daromadidan zakot beradi. Uy olib tashab qo'yganlar, ijaraga qo'yib qo'ygan, dom olib tashlayapti odamlar misol uchun. O'sha domlardan ham zakot olmaydi. Ijara qo'yishlik maqsadida olgan bo'lsa, mabodo qimmatlasa sotaman degan bo'lsa, endi u sotish aborot ma'nosida bo'lgan bo'lsa, unda zakot beradi. Lekin ijaraga qo'yaman degan bo'lsa, niyatiga qarab o'sha ijarasidan zakot beradi. Do'konmidi, noturarlar hozir ijaraga beryapti-ku, noturarlar. Umuman har qanday bozordagilar, bozorda misol uchun do'kon qurib qo'yganlar, ular ham shu topayotgan daromadidan zakot beradi. Zakotning sharti ikkitadir. Birinchisi zakot oluvchi zakotni mulk qilib berish, ikkinchisi esa zakotni berish yoki ajratish paytida zakot ekanligini niyat qilishdir. Mulk qilib berish kerak. Mana uni olib turing, va zakot keyin ro'za o'tgandan keyin qayta berasiz deyilmaydi-da, mulk qilib beriladi. Zakotga beriladigan shaxslar, moli nisobga yetmagan kishi faqir hisoblanadi. Shunga ham zakot bersa bo'ladi. Miskinga, hech narsasi yo'q kishiga zakot bersa bo'ladi. Qarzdor va Alloh yo'lidagilar, musofirlar, Alloh yo'lida yuradiganlar, ilm talabida yurgan talabalar ham kiradi bularga. Endi zakot nisobi bor, lekin safardagi insonga ham zakot bersa bo'ladi. Ana undan keyin misol uchun yaqinlaridan boshlash kerak, yaqinlaridan. Qarmog'idagi emas, balki qarmog'idan tashqari bo'lgan yaqindagilar, siylay rahmda, tog'a, amma, xola, mana shularga zakot bersa bo'ladi. Lekin qarmog'idagilarga zakot berib bo'lmaydi. Misol uchun ota-ona, bola ota-onani boqishga burchi, bunga zakot bermaydi. Yoki ota bolasiga zakot bermaydi. Ayoliga zakot bermaydi, lekin ayol eriga zakot bersa bo'ladi. Nimaga? Chunki ayolning ham o'zining mulki bo'ladi-da. Misol uchun 5 ming dollar mahrda olib qo'ygan bo'lsa, uni aborot qilib ishlatib yurgan bo'lsa, o'sha pulidan zakot beradi. Eriga bersa bo'laveradi. Eri agar nisobga yetmagan inson faqir bo'lsa, miskin bo'lsa. Ilm talabida yurganlar, Allohning yo'lida yurganlarda bo'lar. Payg'ambarimizning hadislari bor, kim ilm talab qilib ko'chaga chiqsa, Allohning yo'lida yurgan bo'ladi. Fitr sadaqasi ro'zadan chiqish munosabati bilan beriladigan sadaqadir. U ro'zador uchun Ramazon oyi davomida aytgan behuda gap so'zlari, qilgan xato va kamchiliklarni yuvish hamda kambag'al miskinlarga taomlanish imkoniyatini berish maqsadida joriy qilingan. Moli nisobga yetgan, misol uchun aytaylik, zakotni ham beryapsiz, fitr sadaqasini ham berish kerak. Moli nisobga yetmagan kishi esa bersa savob oladi, bermasa gunohkor bo'lmaydi. Bersangiz savob bo'ladi. Berish kerak buni. Berish kerak iloji boricha. Mana bugungi kundagi fitr sadaqasini bug'doydan 2 kilo. Bu degani bug'doy hozir qancha bo'lsa, o'shani 2 kilosi hisoblanadi. Endi musulmonlar idorasi muqim bitta nima qilib chiqarib qo'yildi. Bu 2 kilo bug'doy 14 ming so'm. Har kim o'zini xohlaganidan kelib chiqib beradi. Qurbiyatini o'zi biladi hamma. Arpadan 20 ming so'm, 4 kilo hisoblanadi. Mayizdan 2 kilo. Hozir mayiz oshib ketdi hozir. O toza mayiz olaman desangiz 100 mingdan ham o'tib ketdi. O'rtachalari 60 ming, 65 ming, 70 ming atrofida bo'lib qoldi-da hozir o'rtacha. Eng quyilari ham 45 ming bo'lib qoldi. Shu misol uchun 65 mingdan hisoblasak, yoki 55 mingdan hisoblasak, 110 ming so'm 2 kilo mayizga hisoblanadi. Xurmodan ana 45 mingdan hisoblayapti diniy idoramiz, 180 ming so'm. Qurbiyatidan kelib chiqib fitr sadaqasini berib qo'yish kerak bo'ladi.
Fidya berish masalasi. Fidyani ikki toifadagi shaxslar beradi. Fidya bu o'sha tutolmaydiganlar, ro'zani tutolmaydiganlar, o'ta darajada qariligi tufayli ro'zaga yaramaydigan inson fidya beradi. Yoki bo'lmasa butun umrlik ro'za tutishlik baxtidan mahrum bo'lgan kasal. Bu fidya beradi. Fidya miqdori fitr sadaqasining miqdori bilan bir xil. Qurbiyatidan kelib chiqib beradi o'sha narsani. Endi asli o'zi bir kunlik inson bir qanchaga to'yadi. O'shani hisoblab turib fidya beradi agar tutolmaydigan inson bo'lsa. Agar kasal tuzalib ketadigan bo'lsa, u bir kun ro'zasini, qazosini tutib beradi. Zakot, fitr, sadaqa kimlarga berib bo'lmaydi desa, sadaqalarni mana nisob miqdoriga moli bo'lgan boy kishiga berib bo'lmaydi, o'zini ota-onasiga berib bo'lmaydi, bobo momosiga berib bo'lmaydi, o'zini o'g'liga berib bo'lmaydi. Qo'limizda ishchilar bor, ishchilarga zakot bersa bo'ladi. Faqat oyligidan bermaslik kerak. Zakot o'zingizning hisobingizdan berishligingiz kerak bo'ladi. Endi qarmog'idagilarga zakot bermaydi. Xuddi aytganimizdek, qarmog'imizda boquvchilarimiz bormi, ularga zakot bermaymiz. Lekin siyli rahmda qamroq olgan amma, xola, amaki, tog'alarga bersak bo'laveradi. Zakotda hiyla yo'q. Endi ba'zilar hiyla ishlatib qoladi-da. Deydi, ehtiyojimga bitta mashina olib qo'ydim. $200,000 puli bor edi. Gelikmida olib qo'ydi, sotib. Endi sekin o'shani ishlataman dedi-da, zakotdan qutulib qolish. Bu hiyla o'tmaydi. Islom shariati islomiya hamma taraflarni yo'lini bekitib qo'ygan. U biz ming shustri bo'lishimiz mumkin, lekin islom shariatida ipesha olmaymiz-da. Alloh taoloning oldida biz ipesha olmaymiz. Jamni taqsimlamanglar deganlar Rasululloh yoki taqsimni jamlamanglar deganlar. 40 ta qo'yingiz bor, uni zakot berishlik payti kelganda, ma'dib 20 tasini o'g'lingizga berib qo'ydingiz. Zakotdan qutulib qolish maqsadida. Bunday qilib bo'lmaydi. Yoki taqsimni jamlamanglar deydi. O'g'lingizning mulki 20 ta qo'y, 20 ta sizniki. Kelasini jamlamanglar deydi. O'zini nisobiga yetgan bo'lsa, o'sha nisobidan beradi. Hiyla ishlatib bo'lmaydi xullas zakotda. Savdogarlar tovarini hisoblashda ko'proq o'sha o'zi kelgan narxida hisoblasa ham bo'ladi, o'zining mulki, lekin sotilgan narxida hisoblanadi. Sotilgan narxida hisoblash kerak. Chunki ko'pini berishga harakat qilish kerak. Misol uchun aytaylik, $80,000 narsa olib keldingiz, sotyapsiz $100,000 bo'ldi, 100,000 dan ehson chiqarasiz. Voy, meni pulim 80 edi demaysizda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zakotni boylardan olib kambag'allariga beringlar dedilar. Ya'ni bu degani bundan nimani tushunamiz desa, zakotni o'zini hududida bergan ma'qul iloji boricha. Misol uchun O'zbekistonda yashayapmizmi, O'zbekistonlarga bergan ma'qul, chetga chiqarib yuborgandan ko'ra. O'zimizda yaqinlarimiz, mahallamizdami, mahallamizga berganimiz. Tumanmi, tuman, qishloqmi, qishloqmi qiyosida bergan a'loroq. Bu qadimda shu yaqinlariga beringlar deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qilganlar. Endi bu Umar ibn Abdulaziz Odil xalifani davrida yaqinlarga ulashilavergan oxiri zakotga beradigan inson qolmagan oxiri. Bu innamal mu'minuna ikhwatun deydi-da. Innamal mu'minlar bir-biri bilan aka-ukadir deydi. Bir-biriga beravergandan keyin hammasi boy bo'lib, zakotga qodir bo'lib ketgan, zakot oladigan odam qolmagan. Ana undan keyin xos fatvo chiqarilgan. Bunda mana shu Iroq, Shom davlatlaridagi hammasi boyib ketgan. Endi buni nima qilamiz desa, xos fatvo chiqarib, Afrikadagi musulmonlarimizni rivojlantirish uchun beramiz deb keyin ana chiqarilgan. Shuning uchun birinchi o'rinda yaqinlar, o'zimiznikilar, oldimizdagilarga berishligimiz kerak bo'ladi. Zakotni bo'lib bersa ham bo'ladi, bo'lib to'lab bersa ham bo'ladi, lekin bo'lib to'lagandan ko'ra bittada bergan yaxshi. Chunki kasod bo'lib qolishingiz bor, zakot nisobdan chiqib ketishingiz bor, yelkadagi farzni bajara olmay qolasiz. Ana endi bir kishiga bergan yaxshimi, ko'pchilikka bo'lib bergan yaxshimi desa, bir kishiga bergan a'loroq. Misol uchun $10,000 zakot chiqaryapsiz. Bir kishiga bersangiz, o'sha 10,000 oladi-da, bitta stanok yoki bir ishlab chiqarish yoki kallasi yetsa-da, endi bir nimalar qilib yuborishi mumkin o'sha narsaga. U ham keyinchalik zakotga qodir bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun bir kishiga bergan yana ham a'loroq bo'ladi. Ana endi zakotni nima uchun Ramazon oyida beriladi desa, boshqa oylarda ham bersa bo'ladi. Agar zakot nisobi yetib qolgan inson, o Rajab oyidami, boshqa oylardami, Muharram oyidami, qaysi oyda zakot nisobga yetib qolgan bo'lsa, o'sha oyda berish kerak. Ramazon kelsa beraman deb turib, farzni kechiktirishlik bo'lmaydi. Yelkamizdagi farzni kechiktirib bo'lmaydi.
Endi ko'pchilik nima uchun aynan Ramazon oyida zakot nisobga chiqaradi, zakotni oy hisob qilishlik desa, zakot bu Ramazon oyida farz amalda zakot ham. Bitta farzni bajarsa, boshqa oylarda 70 marta farzni bajarganchalik mukofotga ega bo'ladi. Bu degani 70 karra ortiq. Bu degani siz 1 million zakot chiqarsangiz 70 millionlik zakot chiqardi degan savobga ega bo'lasiz. 10 ming dollar chiqarsangiz, endi ko'paytirib qo'ying. O'shancha zakot nisob chiqarganchalik savobga ega bo'lar ekanmiz. Shuning uchun ko'proq Ramazon oyida haris bo'lish kerak. Endi zakot nisobga yetib turibsiz. Zakot nisobga yetib turibsiz-ku, lekin o'sha qo'l pulingizda emas, nasiyaga chiqib ketgan. Hozir savdogarlarda nasiya daftar jurnal bo'yotibdi. Hozir tugatolmaysiz. Qaraysiz, voy devorasida, bu qadimda ham unchalik bo'lmagan, endi shunday bo'lib ketdi. Qarz qo'lingizda zakot nisobda turibsiz. Bir kishilarda haqingiz bor, 2-3 ta odamda haqingiz bor. Garchi ular qarzingizni bera olmasa, siz o'sha paytingiz keldimi, qarz olib bo'lsa ham zakotingizni berib qo'yishlik kerak. Birovdan qarzni olib bo'lsa ham. Ana keyin o'rni keladi-ku, kelgandan keyin nima qilaverasiz? Endi agar rosa alidaqa kaskalar bo'ladigan bo'lsa, pulni bergansiz, qayt bermaydi u. Ana undan zakot berilmaydi keyin. Chunki u yo'q narsa-da u. Zakotni 2,5% berish kerak deydi. Bu eng shariat belgilab qo'ygan miqdor. Ba'zilar ko'p ham bersa bo'laveradi. Endi 40 milliondan 1 million chiqaraman demasdan 40 milliondan 5 million ham chiqaravering, bo'laveradi. 5% ham, 10% ham hisoblab chiqaravering. Savob bo'ladi. Kelajakka ham zakot bersa bo'ladi. Misol uchun yildan keyingi yildikini ham berib qo'yaman desa bo'ladi. Bu haqda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam amakilariga aytdilarki, siz oldindan bering zakotni dedilar. Ya'ni zakotga qodir edi, nisob bor edi, oldindan bering. 1-2 yil oldinlik zakotini berdirib qo'ydilar. Shuni qilib qo'ysa ham bo'laveradi, savob bo'ladi. Molni o'zidan ham, qiymatidan ham bersa bo'ladi, ko'proq qiymatidan bergan a'loroq. Shofiyda faqat qiymatidan berilmaydi deydi shofiylar. Misol uchun kiyim-kechak sotasiz, faqat kiyim-kechakdan, bug'doy sotasiz, bug'doydan, zapcha sotasiz, faqat zapchasidan, kastim shim sotasiz, faqat kastim shimdan deydi. Lekin Hanafiyda uni qiymatidan bersangiz bo'laveradi. Misol uchun aytaylik, bir kiyim sexingiz bor yoki poyabzal sotasiz yoki kastim shim sotasiz yoki oziq-ovqat sotasiz. Faqat siz uni beraveradigan bo'lsangiz, kastim shim bersangiz bir kishiga u boshqa narsa kerak edi. Unga yog' kerak edi misol uchun. Unga bug'doy kerak edi, unga un kerak edi, unga guruch kerak edi. Hammasi ham razmeri bir xiliga tushavermaydi. O'shaning uchun qiymatidan bersa bo'ladi. Bu qiymati degani o'sha pulini hisoblaysiz. Do'koningizdagi tovar оборот pulini hisoblab chiqasiz. O'sha puldan hisoblab chiqqaningizdan zakot nisob chiqarasiz. Alloh taolo barchalarimizni mana shu zakot beruvchilar qatorida qilsin.